Bitta qurtoba olsangiz, ikkinchisini bepulga qo'shib berishayotgan ekan. Ikkita og'ayni kelib maza qilib joyi-yu. Qurtobani ham ko'rib turibsiz. Porsiyasi kattagina ekan. Go'shtlari ham mayin pishgan. Tegi patirlari ham mazali ekan. Ja bo'kib ham ketmagan. Aslida mana shu bittalagan 75 ming ekan. Hozir Komolon milliy taomlarida shunaqa aksiya ketayotgan ekan. Bitta qurtoba olsangiz, ikkinchisini yoniga qo'shib berishadi. Shunda ikkita og'ayni kelsanglar 75 mingga ikkovinglar ham maza qilib qurtoba yeb ketyapsizlar-yu. Bu yerda yana 35 ming so'mlik seti ham bor. Ovqati, salati, noni va kompoti ichida bo'ladi. Manti deysizmi, akroshka, osh, ganfan, halim, bishteks, tovuqli qozon kabob, mastava, mini asarti, chuchvara, norin. Mana shu taomlardan xohlaganingizni non, salat, kompotlari bilan 35 mingga olsangiz bo'ladi. Shu joyga bitta like bosib keting. Bunaqa 35 minglik set yana qayerda bor? O'tiradigan joylarini ham salqin qilib qo'yishibdi. Katta konditsionerlar, mikroklimatlar. Issiqda kelsangiz ham maza qilib salqinda ovqatlanib ketasiz. Komolon milliy taomlari 24 ga 7 ishlaydi. Adresi Qoratosh, Media Parkning shundoqqina ro'parasi. Bu videoni yaqinim deb bilgan hammaga yuborib qo'ying. Ular ham foydalanib qolishsin. Arzonga mazali taomlar har doim ham bo'lavermaydi.